Johnny'ning kichkantay qizi uyinda yuribdi. Negizib turmushga chiqqan yo'q edi u. Ay endi kelsa saqib kelgan chiqarda. So'ni aytaman-da, ne qilamiz bizlar aralashib bo'lgan. Ay bosh, al. Xabaring bormi? Shamshetning kichkantay qizi turmushga chiqqandan? Ava. Bag'ana ko'chasida ketib tursam, mening oldimda ko'rdingmi? Uning o'zining qasiyat yo'q edi, ko'p bet har kimga qilib, o'sib yuribdi. Betimni yolib oladi, o'sqanda bormi? Marko, Johnny mashina olgan deydi o, eshitdingmi? Algan bo'lsa algan chiqarda. Men yetib balani. Sen eshitpeding, qo'ngsin Shamshet mashina olibdi. Ay, shu o'zining xaltasidan pul chiqarib olib desam da, sol. Bir yerda 10 marga chiqardi, hozirda mashina olib deb o'ylaysan. Mana o'zida gapib turgan. Shamshet aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vo'ng bo'lsin mashinalar. Rahmat. Asıq Sloveniyamiz gitler, kete vereyim mi? Adama mensin bitim bo'lib ketgan. Ko'zing ko'rdingmi? O'yna qolib turibdi. Jigin yaston. To throw on and go on, you know I got